Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, mana bugun Allohning bayti ancha bitib qoldi, mana qaranglar. Ancha bitib qoldi, Xudo xohlasa. Va biz 1,5 oy oldin video qilibdik. Bu yerda gilam narsalar yo'q edi. Inshaalloh mana gilamlar, sizlar bergan pulda ozgincha bo'lsa ham mablag'lar, mana shu toshlar, narsalar qo'yildi. Bu bizning ikkinchi etajimiz. Birinchi etajda ham keyin operator bilan ko'rsatamiz, qancha ishlar bo'lgan, nimalar bo'lgan va sizlardan yig'ilgan pulni o'sha yerda ishlatdik. 1,400,000 so'm tushdi bizga hozirgacha mablag'. Inshaalloh mana shu yerda ishlatdik va tashqarida nimalar ishlar bo'lgan, nima bo'ladi ko'rsatamiz. O'rtani ko'rsating. Mana tepalar bitib qoldi. Gilamlar to'shalgan hozir ikkinchi etajimiz. Inshaalloh Allohga ming qatla shukr. 1600 ta auditoriya agar 5000 so'mdan yig'sak ham 8 million pul bo'lar ekan. 8 million pulga ancha ish qilsak bo'ladi. U 5000 so'mdan ko'p narsa emas. Agar 5000 so'mni yig'sak ancha narsa bo'ladi, lekin ro'za Ramazon oyining oxirgi kunida barchalardan faol bo'lishinglarni kutib qolamiz. Keyin bizga inshaalloh qandil kerak. Qandilimiz qo'yilmagan homiylar bo'lsa, homiylar bor edi. Hozir homiylar tugagan homiylar bo'lsa, telefon qilishlaring mumkin. Operator telefon raqamlarini qo'yadi. Birondan o'yganmi? Endi tashqarini ko'rsataman sizlarga. Mana bu tashqi fasadimiz. Operator olib kelishlaring mumkin. Travitin toshlarimiz bo'lgan. Travitin toshlar bo'lgan, akvariumlar qo'yilgan. Bizga hozir fasadimiz tugadi inshaalloh. Faqat zina, sokil, mana shunaqa narsalar hozir bo'lishi kerak. Va bizga hozir bunga homiy mablag' yo'q. Sizlardan shu ro'zaning oxirgi oyida video qilyapmiz. Shu mablag' kutib qolamiz inshaalloh. Va shuni bilinglarki, sizlarning har bir bergan sumanglar yeyilmaydi va bu kerakli joyga ishlatiladi. Biz hech bir sumanglarga xiyonat qilmaymiz va shu bugungacha yonimizdan qo'shgan bo'lsak qo'shdik, hech qachon pul yemadik. Shuni bilinglar. Bu birinchi etajimiz. Ko'rishinglar mumkin. Ko'ksaroydan bo'lgan va bundan ustalarimiz himmat qilib bir tiyin pul olishmagan. Alloh rozi bo'lsin. Birinchi etaj mana Ko'ksaroy toshlar bo'lgan, eshik, derazalar qo'yilgan, ichkari gilam to'shalgan. Ichkari remontdan chiqqan, faqat bizga hozir mablag' bo'lib tugagan. Tahoratxona va masjidda oldi qismi uchun mablag' yo'q, hozir umuman qolmagan. Qolgan joylar hammasi bitgan, bemalol ko'rishlaring mumkin. Naturalniy toshdan sifatli qilib ustalar qurgan. Inshaalloh hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Shuni bu yon taraflari mana bu ham tugagan. Siz ham bizning katta ishimizga kichkina bo'lsa ham hissangizni qo'shsangiz, Alloh sizlardan rozi bo'lsin va bir bersangiz ming bersin Alloh. Barchaga rahmat. Iltimos bu videoni tarqating, like bosing, chunki tarqatgan ham o'sha savobni oladi inshaalloh. Hissa qo'shgan ham o'sha savobni oladi. Barchaga rahmat. Bu videoga befarq bo'lmanglar.